Shuni tarixga muhrlab qo'yapmiz. Ko'chib qolmasin. Yer olmaydi. Abdaz aka, parol bilasiz? Sal yaqinlashsangiz tinglashadi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, bu yerga ustozlarimiz ham kelgan, hurmatli talabalar. Mana bugun bizning Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti iqtisodiyot fakultetimizga mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Sizlar bilan bir uchrashuv o'tkazib, sizlar bilan gaplashib, ancha vaqtdan beri bizning shu mehmonlarimizni kutib turdik. Ular mana shu kun nasib qilgan ekan. Allohga mana shunday yaxshi ayyom kunlarida mehmonlarimiz tashrif buyurdi. Men mehmonlar bilan tanishtirmoqchi bo'lsam, Muhammadali Eshonqulov, hamma juda yaxshi bilasizlar, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda hozirgi xalqaro toifadagi iqtisodchi, tadbirkor, biznes murabbiy, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti hamda Kremls universiteti o'qituvchisi, biznes kvadrat hamda yuksalish loyihalari asoschisi hisoblanadilar. Ikkinchi mehmonimiz viloyat ma'naviyat va tadbirkor bo'limi boshlig'i Lolopa Saodatova bilasizlar, mana hozir Ingumada Qarshi shahrida viloyatimizda o'sha ta'lim sohasida juda bir yaxshi ishlarni amalga oshirgan Uchqun aka Ilm Ziyo o'quv markazida ishtirok etyaptilar va ko'pchilik endi mehmonlarimiz bor. Mehmonlarimiz ishtirok etyapti. Asosda ular bilan tanishib olamiz. Marhamat, so'zni men bundan marhamat. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Assalomu alaykum. Sizlar kattaga rahmat. Ruxsatsiz o'tirganimizdan mikrofon tegishdi. Sizlarni ko'rganim juda xursand. Alloh har bir bosgan qadamlaringizni ajrini ulug' bersin. Ilm yo'lida bosilgan qadam eng to'g'ri qadam, bu jannatda to'g'rilangan qadam deyman. Shu ilm haqida bugun ozgina gaplashamiz. Nihoyat o'zimizni hamkasblar, bo'lajak hamkasblarni ko'rishganimiz uchun juda ham xursandmiz. Ovozim yaxshi eshityapti hammaga, orqaga eshityapmi? Hurmatli iqtisodchilar. Iqtisod uchun bir davlat iqtisodiyoti yaxshi rivojlanishi uchun eng muhim omil nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston zo'r rivojlanib ketishi nima kerak deb o'ylaysiz? Kuchli yoshlar yana nima? Jamoaviy ishlash yana nima? Yana zo'r. Meni diplom ishim Human Resource bo'yicha bo'lgan. Magistraturada erkin iqtisodiy zonalar, undan keyin PhD'im hozir alhamdulillah Human Capital haqida bo'lyapti. Ya'ni
mamlakat taraqqiyotida inson omilini, inson resursini, inson kapitalini o'rni haqida men ish qilayotgan joyim edi bir necha yildan beri. O'rtada men judayam davlatni rivojlanishi, iqtisodiyotni zo'r bo'lishi insonlarga bog'liq deb o'ylardim. Iqtisodiy ta'minotlar tarixidagi fan o'tganmi sizlar? Qo'lingizga qarang. Ya'ni asosiy iqtisodchilarning qarashlari nimaning ustida bo'lgan ularning bahsi. Merkantilistlar qarashini aytyapsiz. Merkantilistlar iqtisodchilarni toifa bo'larini bu toifa xolos. Endi siz fiziokratlar aytyapsiz. Gap unda emas. Gap davlatning boyligiga eng asosiy ta'sir o'tkazadigan soha nima? Xalqlar boyligi Adam Smith kitobini hechimiz ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni Adam Smithdan boshlab o'sha o'rtada Ricardo Keynes to hozir Darwin Ajimovi kabi zamonaviy olimlargacha o'rtalikda olimlar o'zini fikrini bildirgan. Ya'ni davlat kuchli rivojlanishi uchun, iqtisodiy zo'r bo'lishi uchun eng birinchi tortadigan lokomotiv nima? Merkantilistlar savdo-sotiq dedi, fiziokratlar yerda dedi, ishchi kuchida dedi. Hamma o'zini fikrini bildirgan. Yoki savdoni taqiqlash uchun Adam Smith klassik nazariya bo'ladigan usul Ricardo absolyut ustunlik emas, bu nisbiy ustunlik nazariyasini oldinga surdi. Ya'ni neoklassikani sekin-asta boshlab keldi. O'zini shogirdi bo'lsa ham. Ya'ni har xil qarashlar bor-da, va men ham o'zimga yarasha qarashim bor edi. Men o'ylardim, doim o'ylab yurardim yoshligimda. Har xil talaba bo'ldim, yaqingacha. Davlatni rivojlantiradigan eng kuchli lokomotiv bu insonlar, ya'ni xalq. Juda ham yetuk o'zini sohasini mutaxassislari o'ylab yurardi. Va bu yo'lda uchta to'rtta davlatning iqtisodiy tarixini, iqtisodiy mo'jizasini o'rganib chiqdik. Bu Xitoy, bu Yaponiya, bu Koreya va Singapur. Shu to'rtta davlatni chuqur o'rganib chiqqanda doim o'zini o'rtardi. Ya'ni bularning hech qaysisi Xitoydan boshqa tabiiy resursga boy emas. Bularning hech qaysisi, masalan, Yaponiya sement bilan yog'och kelib 4-5 baliqdan boshqa hech narsasi yo'q. Tushunyapsizmi? Yaponiya va Koreyani oladigan bo'lsa 80% ziyod tog'li zonadan iborat. Oliy hududda bor, yo'l kattaroq, juda ham katta bir qurish imkoni ham yo'q bo'lgan. Lekin ular shuncha tabiiy boyliksiz nimaga rivojlanib ketdi? Albatta bu xalq, inson deb yurardim. Ishlarni hafsalagan ekanman. 2017-yil bir nechta millat vakillariga ustozlik qilish nasib qildi. Bu Yaponiyadan ham shogirdimiz bor, shogirdlarimiz koreyaliklarni o'qitdik. O'zgacha narsasi yo'q. Siz bilan biz o'ylagan o'ta ham aqlli emas. Kallam ishlamay qoldi, kallamay qoldi. Ya'ni nimaga ular agar shaxs individual, individ kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, nisbatan, endi men bilmadim, hamma yaponlardan ham kasabga gaplashmaganman. Lekin qismdan butunga xulosa qilmay ketdim. Ya'ni industriyadagi usul bor. O'ylanib qoldim. Nimaga? Xalq mas'ul asosida lokomotiv. Birdan lop ketib bir narsa peshanam ko'rdi. Bu har safar shu Janubiy Koreyani, Yaponiyani o'rganaman deb o'tib ketadi. Xaritada bitta javob olib ketgan ekan. Buni orti Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya. Urush qachon bo'lgandi? Qora urush qachon bo'lgan Koreyada? 7-yil bo'lgan.
Ya, hiç. Yo'q, yo'q, men 79dan. 1953 yil Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya 38-paralleldan ikkiga ajraladi. Hayotda Shimoliy va Janubiy Koreya. Ikkita bir xil millat. Bitta tilda gaplashadigan, bir xil tarixga ega, bir xil e'tiqod, bir xil qarashlarga ega, noldan bir xil start olayotgan, Galpechki mahsuloti aholi boshiga $45 ham tushmaydigan ikkita bir xil davlat. Start bir xil olyapti. 53-yil, hisob qilamiz. Oradan 70 yil o'tyapti. 69 yil o'tdi. Salkam 70 yil o'tdi oradan. Xalq bir xil qaytaradi. Yoshlar bir xil. O'sha hamma narsa bor. Lekin hozir vaziyatdan Shimoliy Koreyada Galpechki mahsuloti aholi boshiga hisoblasa $2000 dan to'g'ri. Janubiy Koreya $30,000 dan oshganligi 4 yil bo'ldi. 15 barobar kuchayib ketishi mumkinmi? Nima sabab? Demak, bu yerda xalq emas ekan, bu yerda individ emas ekan, bu yerda odamlar emas ekan asosida. Nima bo'ladi? Boshqaruv, tizim va tuzum. Tushunyapsizmi? Why Nations Field'da o'qib chiqqan o'quvchisi nega ba'zi bir davlatlar boy, ba'zilar kambag'al degan yaqin tarjima bo'ldi. Tarjima bo'ldi. O'qimanglar, agar keling bir gap aytamiz. Biz iqtisodchi emasmiz. Biz boshqa soha vakillarimizni qo'yarek ketishgan. Samonaviy eng oxirgi yozilayotgan hisobgo'y testli kitoblar o'qib chiqqan. Men bu dars bergan paytda 2017-2018 yil shogirdlarimga o'qitardim kitob. Yaqinda tarjima bo'ldi. Juda kuchli gap. Haligi juda kuchli gapni juda kuchli bir hipotezani ilgari surgan. Ya'ni davlat kuchli rivojlanishi uchun iqtisodiy ijtimoiy institutlar joyida ishlash kerak degan. Tushunasizmi? Shuning uchun gap faqat siz bilan bizga o'xshagan yoshlarda emas ekan. Gap bu yerda tizimga va boshqalarga juda ko'p narsa bor ekan. Hech e'tibor berganmisiz? Eski parchalangandan keyin Boltiqbo'yi davlatlari Litva, Latviya, Estoniyani oladigan bo'lsak, zo'r rivojlangan aytamiz, qolgan hamma bir xil ketyapti. To'g'ri aytyapmanmi? Bir xil. Unaqa emas. Iqtisodiy o'sish koeffitsiyentini qarang, hammasi o'rtacha 3% bilan 7% orasida. Endi qaysiga ishonishni bilmaysan, chunki haligi takliflar bilan real hayot ko'pincha farq qiladi. Keyin aksariyatni boshqarish bir xil bo'lgan. O'shaning uchun bu yoqda natija ham bir xil bo'ladi. Ya'ni biz diqqat qaratishimiz kerakki, ya'ni o'sha yaponlarni birga bir qo'yganda shaxs sifatida siz kuchli bo'lsangiz, nimaga rivojlanmayapsiz degan savol meni qiynaganda, ular shaxsga emas, tizimga ko'proq ishlagan ekan. Siz biroz ish qilayotgansiz, mana shunaqa yaqinda universitet ochyapti. Inshaalloh Naqshbandagi universitet ochyapti. Arshman ko'zlab Alloh aylasin. Biroz ish boshlaysiz, boshqani avval o'zimga nasib qilaman bu gapni. Biz ko'proq tizimga ishlashimiz kerak ekan. Tizimga ishlashimiz kerak ekan. Tizim kuchli bo'lishi bu biror bir ishni bardavom bo'lishi va uzoqroqqa borishga xizmat qiladi. Siz iqtisodchi sifatida bu masalalarga o'zingizni shaxsiy pozitsiyangiz bo'lishi kerak va mana shu narsaga yechim bera olishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Juda ko'p ilmiy asoslari bor. Masalan, Adam Smithning ko'rinmas qo'l nazariyasi bor. Nima edi u? Nima degan u? Iqtisodiy tushunchalar tizimni boshqaradi. Xo'p, ya'ni bozorga davlat aralashishi kerakmi, kerak emasmi degan. Bozor agar bozorda davlat aralashmasa, narx berilib turmasa, unda nima belgilaydi narx? Spekulyatsiya ko'tariladi. Talab bilan taklif o'zini tartibga soladi degan, to'g'rimi? Men so'z qo'shaman shu narsaga. Va sizga bir narsani isbotlab bermoqchiman. Ya'ni oddiy qurilish jihatdan olamiz. Men avvallari bir
Suriyada bir O'zbekistonni aylanib chiqardim. Hozir bir yilda eng kam 4 marta aylanib chiqyapman. Tez ko'rasiz, odamlar juda ko'p gaplashadi. Men aytganim, bir iqtisodiy tizimni yoki siyosiy tizimni o'zgarishi davlatda iqtisodiy o'sishiga qanchalik ta'sir o'tkazishini siz bilan biz yashab ko'rdik va sezdik. Tushunasizmi? Ya'ni yaqin oxirgi 2017dan buyog'iga necha yil o'tdi? 5 yil o'tgan bo'lsa, 5 yildagi o'zgarish iqtisodiy jihatdan, men iqtisodiy jihatdan aytyapman. Buni bir maddohlik yoki buni bir odamni tirikligida maqtab o'lgan odam orqasiga gapirishni qabul qilmang. Umumiy ekonomikani xolis solishtiradigan bo'lsak, o'sish yerni osmoncha bo'ldi. Birinchi eng katta hal qilingan narsa bu valyutani konvertatsiya qilishdagi erkinlik bo'lgan. 2017-5 men bu kunni hech qachon unutmayman. Sabab bu kun bizga 600 ming dollar minusga kirgan, zararimizga ishlagan narsa, lekin iqtisodchi sifatida juda ham O'zbekiston uchun eng katta muhim sana deb hisoblayman. Bizlar nechta dollar taxminan shunchaga chiqib tashqi qarzimiz qolib ketgan, 4 mingdan 8 mingga birdan chiqqani uchun shaxsan zarar ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin iqtisodchi sifatida pozitsiyasi bo'lishi kerak inson. Bu juda katta O'zbekistonning rivojlanishi uchun eng katta qadam bo'lgan. Juda ham zo'r qadam bo'lgan. Chunki valyutaning har xilligi qora bozorda mavjudligi terroviy ekonomika deydi bu. Bu juda ham katta tormoz qiladi. Har bitta kirib keladigan investorga bitta xavotir bor edi. Ya'ni pulni ochib ketolmayman deb qo'rqib turolmagan. Men 2017-yil dissertatsiyam erkin iqtisodiy zonalar haqida bo'lgan. 17 kun, 15, 16 yilga bo'lsin, qarang. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi bor edi. O'shanga men ustozim avval tashqi vazirning o'rinbosari bo'lgan juda ham kuchli inson, dissertatsiya rahbari. O'sha inson aytgan, men deydi, Navoiyga tekshirishga borgan paytim eshikdan kirgizishmagandi. Men bo'lib chinovnikman. Men bo'lib tepadan haq bilan kelyapman, yaxshi kelyapman. Kiritishmagan. Falonchi shaxsan ruxsatisiz qo'yib sizni kirgizmaymiz deb turdi. Men o'zim o'ylayapman, homilador. Men deydi, falon joylarda shuncha yil ishlagan odam kira olmagan, u tashqaridan kelgan investor qanaqa kiradi deydi. Kameraga olish mumkin bo'lsa, boshqa narsalar bo'lsa, hozir qanaqasiga erkin degan-da. Meni gapim hozir sizga g'alati bir achchiq bir haligida tuyulyapti. Men hamma joyda unaqa gapirmayman. Hech qachon unaqa gapirmaganman. Hozir siz ilm fanda odam bo'lganingiz uchun xolis bo'ling, shaxsiy pozitsiyangiz bo'lsin va iqtisodchi sifatida bu muammolarga yechim berishingiz uchun shunaqa gapiryapman. Va men ikkinchi konvertatsiyadan keyin ikkinchi narsaga shukr qilamanki, shu qadar go'zal o'zgarish bo'lgan. Bu 6 yil avval shu gaplar gapirgan, ma'lumotni olib ketib qolishadi. Sizlarni olib ketib qolishadi. Eshitganingiz uchun. Siyosiy biz muammoni ko'zimiz yumganmizda, haligi tuyoq qush kallasini tutgandek, ko'zimiz yo'q, quyosh yo'q deb yuraverganmiz. Shunaqa vaholanki ko'z yumganingiz bilan muammo yo'q qolmaydi. Biz mana Nikoniyoni bir kitobi bor. Kim edi o'zi buni? Muzda sodir bo'lgan. Yo'q, u Limni vaqtida Singapur bosh vazir. Ha, Singapur bu 1963-yil Buyuk Britaniyada, 65-yil Malayziyadan ag'darib o'tkazilib chiqadi. 65-yildan buyog'iga 30 yil bosh vazir bo'lib, uni haqiqatda Misr davlatdan o'zi kitobida yozgancha aytadi. Haqiqatda bir dabdalasi chiqayotgan davlatdan rivojlangan davlatga olib chiqqan inson bor. Li Kuan Yew deb atashadi, uni otini bosh vazir bo'lgan. Va o'shani bir kitobi bor, o'qib chiqqan tavsiyalarini. Shuni tavsiya qilaman, o'qib olishingizni tavsiyalaman. 3-dunyodan 1-dunyoga kelgan. Из третьего мира в первый никто. 3-dunyodan 1-dunyoga. From the third world to the first one. Xo'p, bu yaxshi kitob, davlatchilik uchun, tizim uchun o'rganishsiz bo'lgan muhimlarning zo'r insaytlar bor va o'sha juda ham zo'r sharoitlar yaratib bergan, yoshlar o'qitgan, Oksfordga
harbiylarni hatto jo'natib o'zimiz bilamiz deb o'ylamaylik. Biz juda ko'p narsani bilmaymiz. Eng asosiysi bilmaymiz, undan tashqarisi o'rganmaymiz. O'shaning uchun ilmni avvalo bilmaymandan boshlanadi. Bilmaymandan eshitganaylik va ilmni olib boshlaylik. Xo'p. Gapni esimizga gapni bor ekan. Lekin hozir biz chiqib ketishimiz kerak. Taxminan 1 soatga mo'ljallab kelganmiz. Men sizlarga yaqinda bir o'qishni bitirgan svejit talaba bo'lgan inson sifatida aytaman. Talabalik qadrini va davrini to'g'ri qadrlang, to'g'ri baholang. Umringiz bekorga o'tib ketmasin. Atrofingizda sizga o'xshagan sizni potensial salohiyatingizda bir 20-30 ta bola bor. Mana shuni kuchidan foydalanishga o'rganib qoling. Men sizga javob berib aytaman. Bitirganingizdan keyin bitta potokda taxminan 70-80 odam o'qisa, javob berib aytaman men sizga. Umringiz oxirigacha hech kim sizni yig'olmaydi. Xuddi mana shu bitta joyda har kuni yig'ilib turibsiz-ku. Ne'matni ichida bo'lib turganingiz holatda ne'mat qadriga yetmaysiz. U tugagandan keyin bilinadi. Ne'matni yo'qotganingizdan keyin zavolga yetganda qadr bilinadi deyishadi. Men sizga javob beryapman. To'yingizga 100% odam kelmaydi. Hatto vafot etsangiz janozangizga 100% kurs tashlaysiz kelmaydi. Lekin o'sha vaqtga siz har kuni muyassarsiz. Har kuni 100% patok bilan birgasiz. Va bu juda go'zal narsa. Shuni qiymatini his qiling. Ilm o'qiyotgan odamlar atrofingizda borligi bu ajoyib atmosfera. Ertaga pul berib topolmaysiz bu narsani. Dunyoga shuni chochilasiz. Yo qatoringizda kimdir kamayadi, kimdir o'sha erga tegib turmush qurib, yo uylanib, uydan chiqolmaydigan bir narsalar bo'lib ketadi, keyin yig'olmaysiz bu narsani. O'shaning uchun dam bu damdir, o'zga damdir dam demadikda, ya'ni hozirgi nafasda, hozirgi vaqtingizni qadriga yeting. Va ilmni ustida birlashing. Hadeb o'yin ustida birlashib bo'lmasdan. Ilmiy bahslar qilib, davra suhbatlari qilib, mana ustozlar va rahbariyat qachon tashkillashtiriladi deb kutmang hech qachon. Bizda bitta qilgan ishimiz diplomatiyadan juda ko'p narsa kutmaganimiz. Diplomatiyada oltin davrlarimiz o'tgan, haqiqatda eng zo'r universitet deb men o'ylayman. O'zim o'qiganim uchun emas, muhit zo'rligidan. Va ustozlar alhamdulillah juda ham yaxshi bo'lgan. Lekin biz ustozlar yo tizim yoki siz o'qishga 8 ta fan o'qiysiz maksimum, yo 7 ta fan o'qigan. Biz 14 ta fan o'qidik semestrga. Biz masalan fan kerak emas. Kenglikda qiyin iqtisodiy u uchun qiyin iqtisodiy voqealar bo'lib turgan paytda
biznikilar kelgan payt savol bergan. Savol berganda endi biz har kun choy ichsak gaplashadigan narsalarda ular tushunyapsizmi? Shaqilab javob berib tashlagan paytda og'zi ochilib advokatorga chaqirib falon foiz sразу üstüne yozinglar. Qayerdan topyapsizmi? Zo'r kadrlar deganda. Vaholanki biz oddiy bir choyni ustida, ovqat ustida bahslashadigan ilmiy bahslarimiz ba'zi bir ustozlar ta'siridan qiziq ketardi. Siz qachon ilmni shu qadar yaxshi ko'rasiz, shu qadar berilib, joningizni bermaguningizgacha ilm sizga bir narsa bermaydi. Shuning uchun bu muhabbat bo'lishi kerak, yaxshi ko'rish kerak, davomiylik bo'lishi kerak. Esingizda tursin, atrofingizdagi qahramonlardan ko'proq foydalaning. Ustoz bilan agar birga bo'lsangiz, haftasiga bir pari, ikki pari dars o'tish mumkin. 2 soat yoki 4 soat degan. Shundan keyin bir haftadan keyin ko'rasiz. O'shaning uchun ustozni yelkasiga ilavermaslik kerakda. Sizni hayotingiz o'zgarib ketishiga bu inson majbur emas. Universitet mustaqil ta'lim hisoblanadi, majburiy ta'lim emas. Bu yerda zo'r bo'lib ketish va o'z ustida ishlashga siz mas'ulsiz. Universitet emas. Men Garvardga bordim, Stenfordga bordim, MITga bordim. Ko'rgan narsa bolalar o'zi uchun o'zi harakat qiladi. Shanba yakshanba kuni ham kelib turib kitob o'qiydi kutubxonalarda. O'quvchilar orqasidan quvalab yugurib yuradi savol so'raymadi. Biz ekanlar o'quvchilar bolalar orqasidan quvalab yuradi. O'qimaysan deb turib. O'shaning uchun teskari zamonga kelib qoldik. Akalar buni joyiga to'g'ri qo'yishimiz kerak. Mana bir bola zo'r mutaxassis bo'lish uchun to'rtta narsa kerak bo'ladi ishlatdi. Birinchisi shu farzandni shu eng zo'ri qilaman deydigan himmatli ota-ona. Kimda shunaqa ota-ona qo'l ko'taradi? Mana shu siz muvaffaqiyatingizni 30% ta'minlaydi. Ikkinchisi himmatli shu shogirdingizni zo'r qilasam qo'ymayman degan himmatli ustoz. Kimda shunaqa ustoz qo'l ko'taradi? Bu agar sizdan bir narsa chiqmaydigan bo'lsa, ayb sizda bo'ladi. Chunki uchinchisi bu sizsiz. Bir sohani tanlagandan keyin bu sohada eng yetuk, eng zo'r bo'laman deb qo'ymaydigan shijoatli yigit yoki qiz. Ustozingiz zo'r bo'lsa, ota-onangiz haqiqatda sizni eshitib qo'llab-quvvatlab tursa, ma'nan, ruhan, moddiy jihatdan sizda 67% muvaffaqiyat ta'minlangan hisoblanadi. Agar siz odam bo'lmasangiz, o'zingizdan qidirgan. Agar ustoz zo'r bo'lgan taqdirda ham, tizim zo'r bo'lgan taqdirda ham, agar ota-onangiz haqiqatda sizni qo'llab tursa va o'zingizda bo'lsa, o'zingiz 67% muvaffaqiyat ta'minlangan, bu salbi 70% degan. Salbi 56 da baland, o'tkingiz degan, tushunyapsizmi? O'shaning uchun biz bitta narsani to'xtataylik, ya'ni shaxsiy hayotimizga tashqaridan faktorni ilib olib, o'shani umrimiz oxirigacha ayblashni tasdiqlaylik. O'qimaydigan bola Garvardga borganda o'qimaydi. Sharoit hech qachon sizni zo'r qilib qo'ymaydi. Yaqinda Forobiy bobomiz til o'rganishni aytib berdim. Ishonasizmi, guruchni qo'liga olib, Yunonda oldiga borib, nima bo'ladi deb so'rab, guruchdagi payt kelib turib, guruch ustida yozib qo'ygan odamlar tushunasizmi? Lotus altus degan. Ya'ni mana shunaqa o'rganganda, ya'ni sharoit bo'lmaganda sabzi oborga boshqa yozib 70 ta til o'rgangan shu odam. Sizni telefoningizda shunday playmarket siz xohlagan tilingizni haligi lug'ati bor. Lekin bitta ikkita tillar bilmaysiz. Ko'ryapsiz, gap sharoitda emas, gap insonning ichki xohishida. Shu ichki xohishingiz to qiyomatgacha o'chmasin. Sizdan qoladigan ilm qiyomatgacha sizga sadaqa joriy bo'lib tursin deb men so'zimni yakunlayman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Xonadon aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Men Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti yoshlar masalalari ma'lumot ishlovchi prorektor Xayriddin Azomatman. Uzr so'rayman, ozgina kechib keldik. Biz ozgina odamlar rektorimizdan xizmat safarda edi. Biz kelishingizni to'g'risangiz ham mana talabalarni hisoblaga harakati bor. Mana sizni kelishingizni men yo rektor yoki
bolalar bilan ishtirok eshitib haqiqatdan rahmat, to'g'ri. Ancha yaxshi maslahat berdi. Eng asosiysi oxirgi aytgan so'z menga buni muhtaram prezidentimiz ham ko'p ta'kidladi. Ta'limda mustaqil ta'lim yo'qligini biz ham ko'p qilyaptilar. Mustaqil ta'lim degani mustaqil talaba ko'proq o'zimiz ishlashni aytadi. Mana shu siz aytgan narsa bevosita talabalarimiz buni to'g'ri qabul qilishyapti. Mustaqil o'zimiz ustodan ko'proq ishlash kerak. Mana bu iqtisodchiman, iqtisod fanlari nomzodiman, siz bilan ko'p hamfikr bo'lamiz. Xudo xolasa, mana yoshlarimiz o'tiribdi, bitirgan talabalarimizni ham ko'ryapman. Chet davlatlarda o'qiyotgan shogirdlarimiz ham boshqardi. Va bu institutimiz asosan texnik yo'nalishga moslashgan. Qarshi muhandislik, iqtisodiyot instituti, lekin iqtisodiyot fakultetimiz bor. Qolgan 6 ta fakultetimiz texnik energetika, sanoatga kadr yetkazib beramiz. Bugun iqtisodchilarimiz mana shu o'zi bularni o'zida ichdan chiqib mana shu g'oyalar bilan, fikrlar bilan chiqyapti bolalarimiz. Biz faqatgina bularni qo'llab turish bilan, mana aytganingizdek, ustoz qo'llab tursangiz, biz qo'llaymiz, faqat yaxshi mana shu g'oyalar bilan chiqishyapti talabalarimiz. Sizlar mana shu poytaxtdan kelib shularga ozgina fikrlaringizni bildirib, bular ozgina to'g'ri yo'nalish bergan uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Biz rahbariyat nomidan shoshib turgan ekansiz, vaziyatdan to'g'ri tushiryapsiz hammasini. Faqat talaba yoshlarimizni arzimas sovg'asi bor ekan. Faqat to'g'ri kanalda qabul qilasiz. Bu esdalik sovg'a deyiladi. Marhamat. O'zbekcha emas, chet el kitoblarini ko'proq o'qiydilar, eshitmaydi. Chet elligini ham o'qiydi, o'zbekistonligini ham o'qiydi deydilar. Ha, endi vaqtimiz chegaralangan ekan. Agarda kimda kim agar fikr bo'ladigan bo'lsa, marhamat, faqat tez anaqa qilib olsa yaxshi bo'lardi. Uchta savol eshitdik. Uchta. Marhamat. Men haligi ko'rmadim, lekin kelishuv rejada yo'q edi aytganimizda. Nilufar degan qiz opamiz kimimizni chetdami yo'qmi? Voy, men ishingga rahmat aytish kerak ekan. Rahmat. Hech kim bunday qochilib gapirmagandim. Savol bersin. Avvalambor assalomu alaykum. Men savolimdan iboratki, siz ham shu darajaga kelish uchun ham kimgadir o'xshashga harakat qilgansiz-da, albatta. Masalan, Samsung ham iPhone bo'lolmaydi, lekin Samsung iPhone bajargan ishni bajaradi-da. Siz ham shu kimgadir o'xshashni niyat qilgansiz, to'g'ri, lekin o'sha insondan qanday g'oyalarni oldingiz va o'zingizdan qanday qo'shimchalar qo'shib shu darajaga keldingiz deb savol bermoqchi edim. Biznes borasida. Ko'nglingizni boshqa. O'tiravering siz. Qarang, hayotda bitta odamni ko'ngil qilib ushlash mumkin bo'lsa, men bitta odamni aytaman, Payg'ambarimiz alayhissalomda har tarafdan shu insonni ko'rib bor. Agar yo'q, kimlarni ko'rib gaplashib o'sha ko'ngil qilib olish kerak deyiladigan bo'lsa, har bir inson uchun avvalo ota-onasi bo'lish kerak. Avvalo uchun dadasi ko'ngil bo'lish kerak. Dadam ko'ngil bo'lgan. Mana shu Stendal Buxoriy Qizil qora degan kitob ketdi. Biz uyimizda ikkita kutubxonamiz bo'ladi. Buni Qarni ibodatxonasining kitobi bo'ladi. Ikkita kutubxonamiz bo'ladi. Bitta tepada, bitta yerda bo'ladi. Men tepada kitob o'qirdim, pastda ham o'qirdim. Qorong'ida zaxda ham o'qirdim. Sabab dadam ko'p kitob o'qigan. Akam ko'p kitob o'qigan. Doimiy ravishda kitob o'qishimizga rag'batlantirib turgan. Ya'ni uzoqlardan qidirmang demoqchiman. Uydan qidiring. Agar uydagilar sizni nazdingizcha havas qilsa, arziydigan odamlar bo'lmasa-chi deb o'ylaysiz, lekin har doim havas qilsa arziydigan nimadir qilsa bo'ladi. Men hayotimda kim bilan uchrashgan bo'lsam, hamma inson men uchun ko'ngil hisoblanadi. Har bir odamdan yaxshi tomonini olish harakat qilaman. O'zgarsa bo'ladi bu odamdan deyman, doim tanishayotganda. Endi
ochiq chehra bo'ladi, kimdir fasohat balog'at bilan gapiradi, kimdir o'ta prinsipial bo'ladi, kimdir erta turadi. Har bir odam sizning hayotda ko'ngilli qilishi mumkin. Biz hayotda shu kirdi negativni qilsak shu chiqaveradi, yaxshi so'z chiqib o'tib ketayotganda Iso alayhissalom bundoq qarab tishlari oppoq ekan dedi. Tishlari juda ham oppoq ekan dedi. Ya'ni o'rgansa bo'ladigan narsa har qanday yomon ko'ringan holatdan, har qanday siz yomon deb o'ylagan odamdan bir o'rgansa bo'ladigan narsa chiqadi. O'sha narsa ko'ngil bo'lsin sizga. Savollar bo'lmasa yaxshi bo'ladi, chunki men osmonda bolalarda batafsil gapirib berganman. 2000 ga yaqin video bo'lsa kerak internetda. O'shanda topilmaydigan narsalar so'rasangiz bo'ladi. Chunki bittasi to'g'rida bir bolam birinchi ustozingiz kim dedi? Nargiz opa dedim. Ya'ni mendagi narsalar esa foydasi bo'lmaydi sizga. Lekin aytganman o'sha men bu savolga javob bermaganimni aytmasdim. Mayli boshqa savolga javob bersin. Har orqadagi yudim. Shu qizimiz savolni opamiz. Savol bor edi. Ha. Birinchi qadam tashlashda uchraydigan qo'rquvni qanday qilib yengsa bo'ladi? Qarang, men sizga bitta aytaman. Hozir shuni eslab gaplashib ketyapti yuksalish bolalar bilan. Mana poyezdda vagonlar bo'ladi va eng oldida turadigan bitta yoki uchta yo ikkita yo to'rtta vagon turganligiga qarab lokomotiv bo'ladi. Lokomotiv orqa poyezddagi vagonlarni tortadi. Xuddi shunaqa boshlanishda qo'rquv emas, qiyinchilik bo'ladi. O'sha qiyinchilikka sabr bilan bardosh berish kerak. Ya'ni bir narsani muntazam 40 kun qilinsa, odat tusiga kiradi. Odat tusiga Men Dominiy Xatobat kitobida bir jumladan iqtibos keltirib savol bermoqchi edimda. ayting. Bozorga hech qachon bir narsani isbotlashning keragi yo'q. Bozor talab bor joyiga qarab rivojlanaveradi degan gap borda. O'zimizga eng yoqqan gap. Hop. Bugungi yurtimizdagi ta'lim tizimini bir bozor deb qaraydigan bo'lsak, nimaga qanday talab bor joyga qarab rivojlanishi kerak?
qanday qilsa tushunarli bo'lsa savol tushunadi. Masalan, yurtimizda ham ta'lim tizimi bozor deb qaraydigan bo'lsak, qanday qarab rivojlanadi? Nimaga qarab rivojlanishi kerak ta'lim tizimi? Qanday qarab bor joyga qarab rivojlanishi kerak? Paraphrase qiling, iltimos, gapni tushunmaysiz. Boshqa so'zlar bilan deb qo'ying savol. Yurtimizda ta'lim tizimini ham bir bozor deb qaraydigan Ha, qarayapmiz. rivojlantirish nimaga e'tibor berishimiz kerak? Asosiy. Ta'limni rivojlantirish uchunmi? Qarang, bu Pavel Anekovni $1 million xatolarning kitobidagi u fikri to'g'ri, lekin 100% haqiqat deb ololmaymiz. To'g'ri fikri. Bozorga hech narsani isbotlash kerak yo'q degan ma'noda reklamani nazarda tutyaptimi? To'g'ri aytyapsizmi? Yaqinda Anvar aka Abduqayim degan akamizni bir yaxshi narsasini eshitib qoldim. Haqiqatmi? Bunday rakursdan o'ylab qarasa to'g'ri. Ya'ni bugun ertalab Uchqun aka ichgan o'rik sharbati haqida gapirmoqchiman. Qarang. O'rik sharbati juda foydali, yurak quvvati bo'ladi. Har qanaqasiga tana uchun foydali narsa. Lekin nimaga o'rik sharbatini haqiqiydi? Tanamiz uchun zararli bo'lsa ham nimaga ko'pchilik qo'llashadi? Öyle ko'rganmisiz? Ha? Yo'q, qayerda siz masalan o'rik sharbatini reklamasini ko'rgansiz? Ya'ni inson har doim ham ratsional qaror qabul qilmaydi. Asosan siz bu narsani juda yaxshi bilishingiz kerak. Xarid uchun qarori irratsional hisoblanadi, hissiyot bo'ladi degani. Aqlga bo'ysunmaydi, nafsga bo'ysunib qilinadi. Ya'ni o'sha reklamalar sizga ta'sirini o'tkazib sotuvni amalga oshiradi. Xo'p, endi boyagi birinchi gapni bu kesadida keyingi savolga boshqatdan yondashaman. Ya'ni ta'limni rivojlantirish uchun nimaga e'tibor qilish kerak? Ta'limga e'tibor qilish kerak, yana nimaga e'tibor qilish kerak? Qo'y. Men bu savol javobini bilmayman, lekin qiziqaman, harakat qilaman, o'zimga yechim bo'lishga. Tushunyapsiz, men masalan ta'lim tizimi yoki o'qituvchilar universiteti kimlarnidir yomonlash yoki ularni aybdor qilishdan yiroqman. Siz agar hozir vazir bo'lib qolgan taqdiringizda ham xohlagan o'zgarishlaringizni qila olmaysiz 1-2 yilda. Qilgan taqdiringiz ham bu 1-2 yilda meva bermaydi. Kam 10 yil kerak bo'ladi. Ta'limni o'zgartirish uchun aytaman, pedagogik o'zgarish kerak deyman. Ya'ni eng birinchi korrupsiya yo'q bo'lishi kerak bo'lguncha bu pedagogik institutlar bo'lishi kerak har bitta viloyatdagi. O'qituvchi pora olmasa, men diplomatiya nima uchun eng yaxshi universitetni men esim taniganimdan beriman. Umrimni yarmi diplomatiya uchun o'tgan. 5 yil tayyorlangan bo'lsam, 7 yil o'qigan bo'lsam, men borib berganini ko'rmadim va bizni bermaganman. Ya'ni ta'limni rivojlantirish uchun o'qituvchining oyligi joyida bo'lishi kerak. Men o'ylashim. O'qituvchi
juda ko'p, chunki bilasizlar, ma'ruzani umuman har bir so'zni ta'sir qiluvchi, sizlar shundan uchun foydalanasiz, bu faktor hisoblanadi. Hozir taraqqiyot elchilari deb olingan loyiha asosida mana shu Mehmonxon va mana shu Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining talabalarini shunaqa katta loyihasi bor. Hurmatingiz uchun avvalo katta rahmat sizga. Juda katta obro'ga, juda katta e'tiborga ega inson sifatida ham mana shu jihatingiz bilan menimcha hozir yana ham hurmatim sizga oshdi. Talabalarimizni, chunki bular bugun yonimga borishdi. Shunaqangi nima qilib gapiryapti, bu egalari kelyapti, ishonasizmi, kelyapti. Nima sovg'a qilamiz? Mana shu kitob, faqat kitob bilan uni xursand qilish mumkin. Va mana shu ikkita kitobni biz chiqarganmiz. Ayniqsa mana shu sizga juda ham yoqadi. Va so'zimni oxirida bitta gapni aytmoqchiman. Biz ko'pincha savob desa, nimadir moddiy narsa bersa, u savobda xayr saxovat deb tushunamiz. Lekin dunyodagi eng ezgu so'z bu eng ezgu savob, bu ezgu so'z yetkazish ekan. Mana shu yo'ldagi ishlaringizga omad tilayman. Sizga havasdamiz. Sog'lom bo'ling. Menga telefon bo'ldi, g'alaba qabul qilmaysiz va rahbariyatdan viloyatdan rahbarlardan telefon qilyapti. Sizlarda shunaqa qanaqa qilishdi? Bizga gaplashgandik. To'g'risini ayting, pul tuzib beraman. Yo'q, qanaqa pul yo'q. Bola o'zi chiqibdi, ovozi chatda chiqishdi, yozishdi, shunga bo'ldi, boraman, qarshi muhandislikka boraman, o'zlari taklif qildi. Mana eng avvalo mana shu yerda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana shu hamma jamoamiz nomidan, talaba yoshlarimiz, ustozlarimiz nomidan hamma minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi safar kelganingizda albatta kutamiz. Faqat vaqt ko'proq olib kelasiz, savollarimiz ko'proq olib keling. So'z taraqqiyot elchilar loyihasidan sizga azimagan bo'lsangiz sovg'amiz bor edi. Qabul qilsangiz juda ham minnatdor bo'lgan edik. Taraqqiyot elchilar Bas, tezkina. Agar umrimiz rasmi shu yerda o'tgan, hamma joyga o'tirsa, nega o'tiramiz? 3-4 ta, bitta общий qiladi rasmi oladi. Rahmat. Qamar, ustunlang. Mana shu, men o'tira olaman.
Rahmat. Bugun juda Qolganlarga